Sankt-Peterburg shahrida mobilniy elektronika Abusaxiy do'konining filiali borligini bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, hozir o'sha mashhur Abusaxiy do'konining manzili bilan tanishib chiqamiz. Sennaya metro stansiyasidan tashqariga chiqamiz, chapga burilamiz hamda yana bir bor chapga burilamiz. O'zi shundoq ham uzoqdan targovut sentr navislari ko'rinib turadi. Yo'l-yo'lakay aytib ketishim kerak, endi Abusaxiyda siz kutgan trading xizmati mavjud. Ya'niki endilikda siz o'zingizning eski smartfoningizni bizga topshirib, yangisini olib ketishingiz mumkin. Va yana eng qizig'i, Rossiya bo'ylab bizdan arzon do'kon topsangiz 2000 rubl bonus beramiz. Chunki Rossiya bo'ylab Abusaxiydan arzon do'kon yo'q. Ko'rib turganingizdek, do'konimiz Sennaya targovut sentrining 3-etajda joylashgan. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfaolam. Germaniya kansleri Friedrich Merz'ni o'zining X'dagi rasmiy sahifasida yozishicha, Germaniya Ukrainadagi urushni yana 2 yil davom etishi tarafdori sanaladi va shuning uchun ham Berlin Kiyevga Putinning qarshiligiga qaramay qo'shin kiritishga qaror qildi. Germaniyaning Bild agentligining xabar berishicha, 17-dekabr kuni Friedrich Merz o'zining ushbu postini Bundestagda ham tasdiqlagan. Friedrich Merzning Bundestagdagi bayonotida aytishicha, Germaniya 2014-yilgi xatosini takrorlamaydi va Ukrainani Rossiya oldida himoyasiz yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Buning uchun esa Berlin Kiyevga har tomonlama xavfsizlik kafolati beradi va Ukraina hududiga o'zini tinchlikparvar qo'shinlarini kiritadi. Friedrich Merzning urg'u berishicha, Ukrainaga kirgan armiya kerak bo'lsa, Rossiya qo'shini bilan Kiyevni himoya qilish uchun jangga ham tayyor bo'ladi. Bundan xulosa shuki, Yevropa haqiqatdan ham tinchlik bitimiga qarshi. Eshitmaganlar uchun eslatma, iPaper agentligining axborotiga ko'ra, Britaniya ham Ukrainaga o'z armiyasini kiritish bo'yicha Germaniyaga qo'shilgan. iPaper agentligining xabar berishicha, Britaniya mudofaa vaziri John Healey Londonni Kiyevga qo'shin jo'natish bo'yicha tayyorgarlik boshlaganini e'lon qilgan. Unga ko'ra, Britaniya Ukraina tinchlik bitimini imzolashi bilan Ukraina Respublikasi hududiga o'zini tinchlikparvar qo'shinlarini yo'llaydi va bu qo'shin NATO nizomi doirasida Ukrainaning xavfsizligini ta'minlaydi. La Repubblica agentligiga ko'ra esa, Italiya Yevropaning boshqa davlatlari, aniqrog'i Britaniya va Germaniyaga o'xshab Ukraina hududiga qo'shin tashlashdan bosh tortdi. Bu haqida o'z bayonotida ma'lum qilgan Italiya bosh vaziri Giorgia Melonining bildirishicha, Yevropani Ukrainaga xavfsizlik kafolati berdi degani bu. Barcha Yevropa davlatlarini Kiyevga armiya berishga rozi degani emas va Rim Moskva bilan katta frontda to'qnash kelishni istamaydi. Shuningdek, Italiya parlamenti hech qachon Italiya armiyasini nafaqat Ukraina, balki boshqa davlatlar hududiga qadam qo'yishini ma'qullamaydi. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti Vladimir Putin sal oldinroq Yevropani, xususan Makronni Ukrainaga armiya kiritish to'g'risidagi bayonotiga javoban Ukraina hududiga bordi-yu, NATOga a'zo bo'lgan mamlakatlardan qo'shin kiradigan bo'lsa, o'sha armiyani Rossiyaning birinchi nishoniga aylanishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Bu ogohlantirish esa hozircha Britaniya bilan Germaniyaga yetib bormagan ko'rinadi. Endi Britaniya bosh vaziri Keir Starmerni rossiyalik milliarder Roman Abramovichga tahdidiga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Times agentligining axborotiga ko'ra, Keir Starmer o'zini parlamentdagi bayonotida ochiqchasiga rossiyalik milliarder Roman Abramovichga tahdid qilganini tan olgan. Keir Starmerga ko'ra, u Roman Abramovichga Chelsea klubini sotilishidan tushgan va ayni paytda muzlatilgan 2,5 milliard funt sterling pulni Ukrainaga xayriya qilishni maslahat berib, aks holda Roman Abramovichga Britaniyada jinoiy ish ochish bilan tahdid qilgan. Roman Abramovich esa Londonga hali o'z qarorini bildirganicha yo'q. Endi Yevropa ittifoqini o'z hududida harbiy Schengen vizasi tashkil qilishga kirishgani bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Die Welt agentligining axborotiga ko'ra, 17-dekabr kuni Yevroparlament harbiy Schengen vizasi to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi va unga ko'ra endilikda Yevropa ittifoqi tarkibidagi davlatlarning qo'shinlari Yevropa ittifoqi hududida muammosiz harakatlanish huquqiga ega bo'ladi. Die Weltga ko'ra, yuqoridagi rezolyutsiya birgina maqsad bilan, u ham bo'lsa, Rossiya Yevropaga hujum qilsa, ittifoqdagi mamlakatlar armiyasi bir-biriga harbiy tomonlama yordam berishda, to'g'rirog'i armiyalarni ko'chirishda muammolarga duch kelmasligi uchun qabul qilindi. Endi Ukrainani bankrot deya e'lon qilinishi haqida qisqacha so'z yuritamiz.
Associated Press agentligining Xalqaro valyuta fondining statistikasiga tayanib xabar berishicha, Ukrainaga agar Yevropa ittifoqi yoki boshqa homiylar 2026-yilning bahoriga qadar 160 milliard dollar pul topib bermasa, Kiyev rasman bankrot deya e'lon qilinadi. Belgiyalik deputat Tom Vandandriskiga ko'ra esa Kiyevni bu holatda faqat va faqat Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini musodara qilish qutqarib qolishi mumkin va Ursula von der Leyen shuning uchun ham Moskvani pullarini olishga beto'xtov harakat qilmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.